Xiaomi o'zining yangi Sky Nomad sub-brendining ilk avtomobili suratlarini ko'rsatdi. Xitoyliklar bitta SU7 sedani kamlik qiladi deb gibrid crossoverlar uchun maxsus yangi sub-brendni ochdi. Brendning ilk avtomobili maksimal qulaylik va oilaviy sayohatlarga mo'ljallangan 5,3 metrli N90 mashinasidir. Kuzov ichi butun uzunligi bo'ylab mutlaqo tekis polga ega. Oldingi o'rindiqlar 180 darajaga aylanadi. Ikkinchi qatorda esa atamankalar va vazinsizlik rejimiga ega kapitan o'rindiqlari o'rnatilgan. Tanlov uchun 5 yoki 7 o'rindiqli salonlar mavjud. Outdoor ishqibozlari uchun esa kattalashtirilgan tom va o'rnatilgan chodirga ega kamper versiyasi tayyorlanmoqda. Bu klassik gibrid bo'ladi. Kapot ostida 1,5 litrli turbomotor joylashgan bo'lib, u g'ildiraklarni aylantirmaydi, faqat 70 kWh sig'imli batareya uchun generator vazifasini bajaradi. Faqat elektr quvvatida bu kema 500 kilometrgacha yo'lni bosib o'tadi. To'la bak bilan esa yurish masofasi 1,5 kilometrgacha yetadi. Uning chiqarilish sanasini hali e'lon qilishmadi, lekin xitoylik insayderlar narx 200-300 ming yuan atrofida bo'lishini aytishmoqda, ya'ni 30-40 ming dollar. Bu narx bilan premium crossoverlar bozorini egallab olishi ham hech gap emas. Mana shunday turli xil qiziq avto yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizga obuna bo'lib qo'ying.